o'sha darslarimni o'tib ketaman. Assalom, 3, 4. Musorlar qoldirmasdan o'tiradigan joylarimizni tekis qilib va atrof muhitni ehtiyot qilamiz. Ozodalikka birinchi o'rinda e'tibor qilamiz. Bunaqa turmaymiz, bunaqa turmaymiz, detirmaymiz, qanaqa turamiz? Ровно, исходное положениеda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Deyishgan harakatda yig'ladingmi? No zato вообще ты san super o'ynaysan, bilasanmi? Mana darslarimni nazorat qilaman. O'zimdan kelib chiqib, o'zimning takliflarimni aytib o'taman. 1, 2, 3, 4. Mana endi assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzukmisizlar? Raqs maktabimga keldim. Bu yerda mana ozgina darsligim bor. O'sha darslarimni o'tib ketaman. Assalom, 2, 3, 4. Hozirgi vaqtda biz 2-semestrda Buxoro raqs maktabini o'rganyapmiz. Shuning uchun buxorocha salom berishdi shu desanglar. Shunaqami? Aha. Вот так. Ой, начинаем, красотки, все. Пожалуйста. Oyoqni kichikroq ochamiz. Avval intizom va odob, tarbiya birinchi o'rinda bo'ladi. Qolgani keyin tez bo'ladi. Shuning uchun juda ham bu narsaga alohida e'tibor qarataman. Qizlarni tarbiyasi, muomalasi, xulqi va albatta o'zini tutishi, ozodaligi. Bular men uchun juda ham birinchi o'rinda turadi. Hozir chiqqanimizdan keyin xonalarni yig'ishtirib, musorlar qoldirmasdan o'tiradigan joylarimizni tekis qilib va atrof muhitni ehtiyot qilamiz. Ozodalikka birinchi o'rinda e'tibor qilamiz. Chiroyli tekis chiqamiz, tekis kiramiz. Tushunarlimi? Ko'zlariga qarab turib, kulib salom beramiz. Qanaqa ekan? Assalomu alaykum. Bunaqa turmaymiz, bunaqa turmaymiz, detirmaymiz, qanaqa turamiz? Ровно, исходное положениеda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Deyish kerak. Assalomu alaykum bo'lmaydi. To'g'rimi? Sochlarimizni kengil bunaqa cho'lkalarda, bunaqa chiqib yotgan sochlarni ko'rmang. Ay, здрасте. Давай. Xullas, hozir ikkinchi zalimizga kiramiz. Qani u yerda qanday dars bo'lmoqda? Ya'ni bu yerda o'zbek raqs, u yerda esa bizda klassika va gimnastika darslari bo'ladi. Вот. Nima bo'ldi? Qizim, nega yig'layapsiz? Mana qaranglar, Sadiya qizim yig'layapti mana. Oxirgacha qilmaganingizmi harakatda yig'ladingmi? No zato вообще ты san super o'ynaysan, bilasanmi? Qiz ko'rib turganingizdek, doimiy holatda o'qituvchilarning darslarini nazorat qilaman. O'zimdan kelib chiqib, o'zimning takliflarimni aytib o'taman va o'quvchilarni har bittasini nazorat qilib chiqaman. Albatta qobiliyatini o'zim bilan olib ketaman. Chiroyli ovoz ustida ishlaymiz. Bir nima bu? Yelkalarimizni orqaga pastga tushiramiz. Xo'p, o'zimizdan kelgan bu chiroyli qomat. Chiroyli qomatni yaratganimizdan keyin bizga nafaqat raqs, har qanday narsa yarashadi. Pax aktivan degani, pax uyanda ochiladi, qizilaganga выворотda degani yana yonga ochilish. Oyog'ingizni ichkariga tashladingizmi? Raqsda klassikada bu vajib. Nima uchun bizga исходное положение berilgan? Har bitta oyoq harakatlari mana shu holatdan kelib chiqib bo'ladi. Da, oldiga qo'yganimda ham oyoqlarimiz uchidagi barmog'i yonga qarab. Dilu, mana bunday yonga qarab turibdi, turmayapti, yonga qarab turibdi. Mana oyoqlarni do'qib, kasalotga qo'yasizlar. Mana bunday holatda bo'lish, bu ham eng katta
xatolardan biri raqsda. Muhodalarimiz tekis, bo'yinlarimiz uzun. Xuddi o'zimizni malikalardek his qilishimiz kerak. Nima bilan farq qildi Buxoro bilan Farg'ona maktabi? Va uchinchisi esa yelkalar qattiq ishlaydi.